Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Siz bilan ustozingiz advokat Azizova huquqiy bilimlaringizni oshirish maqsadida o'z audio sharhlarini olib boradi. Ushbu audio sharhimizda siz bir shaxsni ushlab turish. Nima maqsadda shaxsni ushlab turamiz? Ushlab turish asoslari qaysilar? Ushlab turish muddati qancha? Shaxsni qayerda ushlab turamiz? Va mabodo bir shaxsni noto'g'ri ushlab tursak, oqibati nima bo'ladi? Ushbu savollarni atroflicha ko'rib chiqamiz. Ma'lumki, Konstitutsiyamizning 27-moddasida hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi, qamoqda saqlanishi yoki uning ozodligi boshqacha tarzda cheklanishi mumkin emasligi, hibsga olishga, qamoqqa olishga va qamoqda saqlashga faqat va faqat sudning qaroriga asosan yo'l qo'yilishi, shaxs sudning qarorisiz 48 soatdan ortiq muddat ushlab turilishi mumkin emasligi keltirib o'tilgan. Demak, biz 27-modda orqali bilyapmizki, shaxsni biz sudning qarorisiz 48 soatdan ortiq muddat ushlab tura olmas ekanmiz. Va albatta to'liqroq yondashish uchun Jinoyat protsessual kodeksiga murojaat qilamiz. Jinoyat protsessual kodeksingizning 220-moddasi bizga ushlab turishning maqsadi haqida ma'lumot berib o'tadi. Ustoz, bir shaxsni o'zi nima uchun biz ushlab turamiz? Keling shu savolga javob topamiz. Ushlab turish jinoyatni sodir etishda gumon qilinayotgan shaxsni uning jinoiy faoliyati bilan shug'ullanishiga barham berish, qochib ketishini, dalillarni yashirishini yoki yo'q qilib yuborishini oldini olish maqsadida qisqa muddatga ozodlikdan mahrum qilishdan iborat ekan. Demak, biz shaxsni nima maqsadda ushlab turamiz? Qochib ketishini, dalillarni yo'q qilib yuborishini yoki yashirinishini oldini olish maqsadida ekan. Ana endi ushlab turish asoslari qaysilar? Ustoz, bir shaxsni men tergovchi sifatida ushlab turishga qaror chiqarishim uchun qanday asoslar kerak? Buni Jinoyat protsessual kodeksingizni 221-moddasi orqali bilib olamiz. Jinoyatni sodir etishda gumon qilingan shaxs quyidagi asoslari mavjud bo'lgan taqdirdagina ushlab turilishi mumkin. Birinchidan, shaxs jinoyat ustida yoki bevosita uni sodir etganidan keyin qo'lga tushsa. Aytaylik, bir shaxs qo'lida pichoq bilan qotillik qilgan holatida qo'lga tushdi. Yokida ijtimoiy tarmoqlarimizda tez-tez ko'rib turamiz, pora olgan holatida mansabdor shaxs qo'lga tushdi. Ikkinchidan, jinoyat shohidlari, shu jumladan jabrlanuvchilar uni jinoyat sodir etgan shaxs tariqasida to'g'ridan to'g'ri ko'rsatsalar, ya'ni aynan mana shu shaxs pora oldi, aynan mana shu shaxs qotil edi, to'g'ridan to'g'ri ko'rsatyaptilar. Uchinchidan, uning o'zida yoki kiyimida yoki yonida, uyida sodir etilgan jinoyatning yaqqol izlari topilsa. Aytaylik, murda topilsa, qotillik izlari topilsa, qon dog'lari topilsa, pora topilsa, giyohvandlik vositalari topilsa va hokazo. To'rtinchidan, shaxsni jinoyat sodir etishda gumon qilish uchun asos bo'ladigan ma'lumotlar mavjud bo'lib, u qochmoqchi bo'lsa yoki doimiy yashaydigan joyi yo'q, yoxud shaxs aniqlanmagan bo'lsa. Demak, yashaydigan joyi yo'q yoki shaxs aniqlanmagan, uni qochib ketish ehtimoli juda katta. Shuning uchun biz buni ushlab turish asosi sifatida qabul qilar ekanmiz. Ana endi ustoz, ushlab turish muddati qancha? Qancha muddat men ushlab tura olishim mumkin? Buni bizga 226-modda ma'lumotini berib o'tadi. Ushlab turish muddati shaxs amalda ushlangan paytdan yoki uning huquqlari cheklangan paytdan e'tiboran ko'pi bilan 48 soatni tashkil etadi. E'tibor qarating, Konstitutsiyangizning 27-moddasida keltirilgan muddat bilan deyarli bir xil, ya'ni 48 soatni tashkil qilmoqda. Jinoyat protsessual kodeksining 226-moddasi. Surishtiruvchi, tergovchi yoki prokuror tomonidan zarur va yetarli asoslar taqdim etilganda ushlab turish sudning qarori bilan qo'shimcha ravishda 48 soatga yana uzaytirilishi mumkin ekan. Demak, e'tibor qarating o'rtoqlar, sudning qarori bilan yana ushlab turish muddati 48 soatga uzaytirilmoqda. Ustoz, ularni qayerda ushlab turamiz? 228-moddaga izlanamiz. Ushlangan shaxs
ichki ishlar organi yoki huquqni muhofaza qiluvchi boshqa organga keltirilganidan so'ng u ozodlikdan mahrum etish joyi hisoblanmagan xizmat binolarida saqlanadi yoki vaqtincha saqlash hibsxonasi kamerasiga ushlab turilgan harbiy xizmatchi esa gov vaqtiga joylashtiriladi. Ushlab turishdan noto'g'ri holatda foydalansak va buning natijasida ziyon yetkazsa, aytaylik bitta shaxsni noto'g'ri gumon qilib ushlab turdik. Buning oqibati nima bo'ladi, ustoz? Shaxsga qonunsiz ushlab turish tufayli yetkazilgan ziyon basharti keyinchalik unga nisbatan oqlov hukmi chiqarilgan bo'lsa, Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasida nazarda tutilgan asoslarga ko'ra ish tugatilgan bo'lsa, ma'lumot tariqasida aytib o'taman, 83-moddamiz reabilitatsiya qilish asoslaridan iborat. To'liq hajmda uning ziyoni qoplab beriladi. Ya'ni Fuqarolik kodeksining 991-moddasi, 1021-moddalari, ya'ni ma'naviy zarar ishga tushadi. 1021-moddada Fuqarolik kodeksida ma'naviy zarar uni yetkazuvchining aybi bo'lgan taqdirda zarar yetkazuvchi tomonidan qoplanishi. 991-moddada esa tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organ, surishtiruvchi, dastlabki tergov, prokuratura organlari sudning qonunga xilof harakati tufayli yetkazilgan zarar uchun javobgarlik keltirib o'tilgan. Demak, biz yuqoridagi ma'lumotlarga tayangan holda ma'lumotlarimizni bir takrorlab o'tamiz. Shaxsni ushlab turish maqsadi nima ekan? Uni qochib ketishi, ma'lumotlarni bekitishi yoki yo'q qilib yuborishni oldini olish maqsadida. Ushlab turish asoslari nechta ekan? 221-moddamizga muvofiq 4 ta asos mavjud ekan. Ushlab turish muddati qancha ekan? Ushlab turish muddati 48 soatdan iborat ekan va qo'shimcha ravishda yetarli asos mavjud bo'lsa, sud tomonidan yana 48 soatga uzaytirib berilishi mumkin ekan. Ushlab turish joyi qayer? Huquqni muhofaza qiluvchi organga keltirilganidan so'ng xizmat binolari yoki vaqtincha saqlash hibsxonalari kamerasi ekan. Agarda biz biror shaxsni noto'g'ri ushlab turib, unga ziyon yetkazsak-chi, Fuqarolik kodeksining 991-1021-moddalariga muvofiq ma'naviy zarar bu yerda ishga tushar ekan. Demak, yuqoridagi ma'lumotlarimiz ushbulardan iborat edi. Shu bilan sharhimiz nihoyasiga yetdi. Bu albatta yetarli emas. To'liq sharhlarga ega bo'lishni xohlasangiz, Huquq FM kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Huquq FM kanali sizning eng to'g'ri navigatoringizdir. E'tiboringiz uchun rahmat.